Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sankt-Peterburg shahrida Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari, tashkilot a'zosi va kuzatuvchi maqomida bo'lgan 10 ga yaqin mamlakatlar yetakchilari ishtirokida bo'lib o'tgan anjumanda nutq so'zladi. Unda Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashi mamlakatlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish tashqi iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligi ta'kidlandi. Keyingi 4 yilda kuzatuvchi davlat maqomidagi hamkorlik davridagi O'zbekistonning ushbu mamlakatlar bilan tovar ayirboshlash hajmi qariyb 2 barobarga oshdi va 20 milliard dollarga yaqinlashdi. Navbatdagi yig'ilish doirasida O'zbekiston va Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashi o'rtasida bojxona, sanoat, raqamli texnologiyalari, turizm va boshqa sohalardagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlash borasida ustuvor vazifalar belgilanib, muhim kelishuvlarga erishildi. Prezidentimiz o'z nutqlarida birinchi navbatda Yevrosiyo iqtisodiy kengashda kuzatuvchi davlat rahbari sifatida asosiy urg'uni aynan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga qaratganlari va shu jihatdan olib qaraganda bizlarga eng yaqin bo'lgan iqtisodiy jihatdan logistika yo'nalishlari bir-biriga bog'liq bo'lgan, oldindan sanoat kooperatsiyasi rivojlangan davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlikni yanada kuchaytirish shubhasiz O'zbekistonni kundan kuchayib borayotgan iqtisodiy potensialni yanada yuqori darajaga ko'tarishga xizmat qiladi. Bu borada hurmatli prezidentimiz tomonidan asosiy yo'nalishlar qatorida aynan savdo-sotiq borasidagi ortiqcha to'siqlarni olib tashlash, ortiqcha tartib tamoyillarni soddalashtirish borasidagi bildirgan fikrlari, shuningdek mana shu sanoat kooperatsiyasini yanada kuchaytirish, iqtisodiyotni aynan ishlab chiqarish sektoridagi hamkorlik aloqalarini, qo'shma investitsion dasturlarni yanada rivojlantirish borasidagi takliflari albatta juda katta ahamiyatga egadir. Shu bilan bir qatorda hurmatli prezidentimizning aynan bugungi sun'iy intellekt asrida aynan raqamli texnologiyalar va shu bilan bog'liq bo'lgan yangicha yondashuvlarni iqtisodiy hamkorlik jarayonlariga tatbiq qilish bo'yicha juda keng ko'lamli takliflari, ayniqsa bu borada aniq yo'l xaritasini ishlab va hamkorlikda uni amalga oshirish, tibbiyot sohasida, agrotexnologiyalar sohasidagi yangi yondashuvlar asosida iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish borasidagi bildirgan tashabbuslari butun kengash a'zolari tomonidan va butun hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda.